Spokesfieldga xush kelibsiz. Erta tongdan shahrimiz go'zallashdi yana ham. Quyosh porlab bor mehrin sochdi butun olamga. Do'stlar, shu yangi kunda uyg'ondi tetik bardam. Har kim o'z ishi bilan tarqalar har tomonga. Yangi kundan bahra olib, quvonib yasha sen ham. Hayotning bir parchasi, bir bo'lagi sen. Do'stlar bilan kezasan tog'u toshlarni. Ona yurtingga boqib zavqlan do'stginam. Shunda go'zal ko'rinar butun olam. Ona yurtingga boqib zavqlan do'stginam. Shunda go'zal ko'rinar butun olam ham. Yangi kundan bahra olib, quvonib yasha sen ham. Speedy, shaharliklar pochtani o'z vaqtida qabul qilishlari lozim. Bu senga o'yin emas. Bordi o'yin desang ahmoqona poygaga emas, shatranj yoki shashkaga qiyosla. Hopma. Buvamga ko'z quloq bo'l, Sprok. Bizdan tashvishlanma, yetkazib berish tartibi haqida o'yla. Tinchlan, Sprok. Birozgina zanglabman, xolos. Ey, ehtiyot bo'l, Pinyon. Speedy, menda yangi kamera bor. Uning yordamida seni yangi g'alabangni tarixga muhrlayman. G'alaba uchun hali ancha yo'l bosib o'tishim lozim. Axir sen shahrimizdagi eng tezkor velosipedsan-ku. Shunday, lekin bizda Rock birinchi raqamli poygachi. Rock birinchi o'rinda. Hozircha birinchi o'rinda. U bilan bir jamoada bo'lganimiz yodimga tushib ketdi. O'zimizning jamoamiz yaxshiroq. Tasavvur qil, poygachi va muxbir. Speedy oldinda. Ha? Shoshma. Gapimni tugatganim yo'q. Tartibni buzmay pochtani vaqtida yetkazishim lozim. Pochta yetkazish, kun tartibiga rioya qilish. Xayrli kun, Flor xonim. Salom, posbon. Speedy, bugun boshlaysanmi? Bugun emas. Boshlaydigan bo'lsam, ikkinchi bo'lib albatta siz eshitasiz. Bank. Kuningiz yaxshi o'tsin. Romolo va Remo birinchi raqamli bank. Jo'natmalar qabul qilishni juda yaxshi ko'raman-da. Tez orada shahar bizga tegishli bo'ladi. Hozirchi, axir qutichada bizning ismlarimiz yozilgan-ku. Men Spokesfieldni aytyapman, qutini emas, ahmoq. Yana yashil chiroq yondi. Men kar emasman, ko'r, men unutdingmi? Yo'q,
Lekin yo'lchiroq o'z rangini bir necha marta o'zgartirdi. Hozir u yashil rangda. Yashil. Nima qildi? Salom do'stlar, ishlar qalay? Yaxshi. Yomon. Sizlarga jo'natma bor. Mayli, men ketdim. Ko'rishguncha. Sen ocha qol. Sekinroq, bu juda qimmatbaho yuk. Qutilarni ehtiyotlik bilan joylanglar. Salom Gaysi. Tekshiruv o'tkazyapsanmi? Ha, moddiy zarar ko'rmaslik uchun ortib qolgan buyumlarni hisobotini qilyapman. Yo'q, hammasini bir joyga jamlamanglar. Ishlar qalay, Gasi? G'ildiraklarimni shishirib qo'y. Yaxshi, faqat to'lovni oldindan berasan, qoida shunaqa. Potong. G'ildiraklarga zudlik bilan havo urilsin. Bo'ldi, yetarli. Bo'ldi. Nima bu? Ishonaver, bu g'ildiraklar senga ancha vaqt xizmat qiladi. Bizning shiorimiz tez va sifatli ishlash. Lekin ular dahshatli-ku. Ha, bu so'nggi urf Dragon. Gaysi, senga jo'natma bor edi. Tashakkur. Omadingizni bersin do'stlar. Qoyil maqom. Spidi, seni g'ildiraklaringni ham shishirish kerakmi? Yo'q, rahmat. Men shoshib turibman. Spidi, Salom Montana. sen haqingda o'ylab turgandim. Fikringni bilmoqchiman. Lekin men Ishlayapsanmi? Axir hozir moylash uchun ajratilgan vaqt-ku. Yangi ko'rinish senga yoqdimi? Ko'zing qamashadi-ya. men oq va qora kataklar chizdirgan bo'lardim. Xuddi marra bayrog'i kabi ko'rinadi. Nuqul poyga haqida o'ylaysan-a? Ha. Salom Montana. Seni izlab g'ildiraklarim kuya yozdi. Janob hokim, Hokim, axir men seni dadangman-ku. ish vaqtida emas. Maqolang tayyormi? Ha, aytgancha janob hokim, sizga jo'natma bor. Mana. Juda yaxshi. Rock hayratlanadigan bo'ldi. Rockmi? Spokesvilledagi Rock Veliksonmi? Senga hammasini aytib bermoqchi bo'lib turgandim. Dadam, ya'ni janob hokim ertaga Rockka shahar kalitini topshiradi. Bu kalitga munosib chempionlar chempioni shubhasiz Rock Veliksondir. O'z g'ayratingni to'plab harakat qilsang, bir kun sen ham kalitga sazovor bo'lasan, Speedy. Ishonchingiz uchun rahmat janob hokim, lekin Rock doim chempion bo'lib kelgan. Men esa oddiygina pochtachiman. Montana, sen bu haqda maqolangda yoritib o't. Mahalla yoshlar chinakam g'olibning qaytishini kutmoqda. Hamma unga intizor. Ha. Yashasin! Rock qaytyapti! Nafas ol, Spidi. Salom, Spidi. Rockka haqiqiy poygachi bo'lishni xohlayotganimni aytishim lozim. Sekinroq yurib, manzilni aniq olamiz. O'sha paytda avvalo tinchlanib olishim zarur edi. Shuning uchun xotirjamlikni o'qituvchi buyuk ustoz Channing yoniga oshiqdim. Janob Chan. Chan janoblari.
Ustozchan. Salom. Jim, sekinroq bo'tam. Men mashq qilyapman. Jo'natma olib kelding. Yo'q. U holda bu yerda nima qilib yuribsan, Speedy? Menga sizni maslahatingiz kerak. Jo'natma yo'q bo'lsa, maslahat ham yo'q. Nega? Hazillashdim. Qani gapir, nimadan bezovta bo'layapsan? Rok shaharga qaytyapti. Bu men uchun imkoniyat, u bilan shug'ullanib haqiqiy poygachiga aylanishim mumkin. Pochta eltib berish ishlari nima bo'ladi? Bir vaqtning o'zida ham janubga, ham shimolga borib bo'lmaydi. Pochta xizmatida ishlasam poygachi bo'la olmayman. Sening pochtachilik va poygachilik faoliyating bir o'qdagi ikki halqadir. Bu sendagi ruhiy va jismoniy quvvat. Mendagi ruhiy va jismoniy? Ha, ular seni ajralmas jihating. Bu nima uchun? Omading chopsa, tishingni tozalashing uchun. U ko'zimni artyapti-ku. Bu omadsizlikdan dalolat. Dam olish vaqti bo'ldi, Speedy. Qoyil. Chaqaroq bo'l, Speedy, pochta kutyapti. Vaqtida tarqatib ulgursang, maydondagi tadbirga borishing mumkin. Qanday qilib keldingiz? Hech qachon sizdan oldin kela olmayman-da, buvajon. Buni siri nimada? Barvaqtroq kelishga odatlan. Buvajon, dam olsangiz bo'lardi. Nega ekan? Hali bajarishim kerak bo'lgan ishlar ko'p. O'zimni xuddi uch qaldirakdek his qilyapman. Hech o'zgarmaysiz-da. Ha. Spokesville aholisiga salomlar bo'lsin. Menga hozirgina xabar berishdiki, bir daqiqa o'tar o'tmas Ha, bu menman. Rock, sizni qahramoningiz. Qadrli hamshaharlarim. Rock, sen o'z qobiliyating va ko'plab g'alabalaring bilan Spokesville'ni dunyoga tanitding. Buning uchun senga shahar kalitini topshiraman. Rostdanmi? Shahar uchun juda hayajonli damlar. Yaqin kelajak qanday bo'lishi mumkinligini bilishni istaysizlarmi? Ha! Sizlarga yangi qurilmani tanishtiraman. U xuddi men kabi harakatlanishingizga imkon beradi. Marhamat, tanishing. Bu benzinli yuritgich. Marhamat. Bu yuritgich bilan istagan manzilingiz yaqin bo'ladi.
U bilan ortiqcha kuch sarflab o'tirmaysiz. Xuddi pastga harakatlanayotgandekman. Go'yo tog'dan tushayotgandek. To'g'ri, janob hokim. Bu juda oson. Uni namoyish etishga izn bering. Mening ismim Rock do'stlar. Shaharda qahramonman. Poygalarda g'olibman. Topdingiz, men yulduzman. Hamma menga tan bergan. Uchqurligim tan olgan. Eng tezkor poygachiman. Yutqazishni bilmayman. Men eng tezkor poygachiman. Yutqazishni bilmayman. Shuncha yillardan buyon Spokesville o'tgan asrda qolgan shahar ekanini tan olib kelyapman. U tepkilarni bazo'r aylantirib yurgan nochor velosipedlar bilan to'la. U bizni nochor Men sizlarga yordam berish uchun keldim. Tepkilar bilan xayrlashamiz, qadrdonlarim. Savollar bormi? U bepulmi? Albatta yo'q, lekin sizlarga 5% chegirma taqdim etiladi hamda yengillashtirilgan to'lov tizimi o'rnatilgan. Ikkitaga bitta yurtkish o'rnatsa bo'ladimi? Menga esa bu yurtkichlarni juda shovqinli deb aytishdi. Do'stlar, axir bu Rock-ku, bizi qahramonimiz, poygalar chempioni. Ishonchim komil, u barcha savollarimizga javob beradi. Janob hokim, unga shahar kalitini bekorga tortiq etmadilar-ku. Nima deysizlar? Istaymiz, yurtgich o'rnatishni xohlaymiz. Qadrli hamshaharlar, birgina imzo cheking va yurtgichga ega bo'ling. O'qishingiz shart emas, darrov imzo chekib bering. Yodingizda bo'lsin, birgina imzo kelajakka qadamdir. Ajoyib. Ajoyib. Endi navbatim. Meni navbatim. Men ham olaman. Endi men qoyilmaqom. Qoyilmaqom. Men ham qoyil. Tamommiz? Ha. Qoyilmaqom. Speedy, ko'rinishing juda yaxshi. O'rmon bo'ylab sayr qilishni istaysanmi, a? Xuddi avvalgidek, yoshligimizni eslab. Bo'lmasam-chi, Pinyon Rock ikkimiz o'rmonda sayr qilamiz. Bizni suratga olib qo'y. Xo'p, bo'ladi. Qoyil! Meni qutqaringlar. Shu yuritgichdan buvamga o'rnatilsa, u yana ishga qaytishi, men esa mashq qilishim mumkin. Juda yaxshi o'ylabsan. Qoyilmaqom. Shunday fikrdamisan? Albatta, men ko'ryapman ham. Sen ham ko'rdingmi? Buvang bo'ron kabi uchib o'tib ketdi. Speedy, kel. Kuchlarimizni birlashtiramiz. Men senga bepul yuritgich o'rnataman. Sen esa uning barcha uchun muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidlaysan. Kelishdikmi? Davom et. Umuman olganda shu xolos. Yo'q, men sayrni nazarda tutdim. Ketdik. To'xtanglar! Xafa bo'lma. Uzoqdan olingan surat chiroyli ko'rinadi. Meni Pinyon deydilar. Ko'p mashq qilganing bilinyapti, Speedy. Bir daqiqa ham bo'sh o'tirmayman. Hatto pochta tarqataman. Tasavvur qilyapsanmi? Men g'olib bo'laman. Birinchi bo'lib yetib boraman. Voy, qanday qilib? Tushkunlikka tushma, Speedy. Hayot marra tomon yo'nalgan yo'ldir. Hech kimga sendan o'zib ketishiga izn berma. Doim
birinchi bo'lishga intilgin. Xo'pmi, Spidi? Marra chizig'i Uni hayotingdagi yuksak maqsad deb bil. Yodingda bo'lsin. Bo'shashsang, mag'lubga aylanishing mumkin. Ajoyib, to'g'rimi? Men bu yuritgich bilan bolalarni maktabga eltib qo'ydim. Pochtaga borib keldim. Hatto moy almashtirish ham shart emasligini tushunib yetdim. Qanday yaxshi. Qanday yaxshi. Ha, endi hammamiz poygachilarmiz. To'xtanglar, o'ng tomonga endi tiziling. hamma tez yuryapti. Yurtgich yordamida pochta ham o'z vaqtida yetkazib berilyapti. Juda yaxshi bo'ldi-da. To'g'ri. Mening imkoniyatlarim ko'proq. Yo'q, men birinchi bo'lib yuraman. Yo'q, men. Chetdan qaraganda hayotimiz chigallashib ketgandek ko'rinadi, lekin menimcha hali hamma bu taraqqiyotga ko'nika olmadi. Yoqilg'i quyish shoxobchasi. Sizga yoqilg'i quymaymiz. Quymasangiz bo'lmaydi. Shirkatdan qarzingiz bor ekan. Halokatga uchradim. Yoqilg'i narxlari esa Siz yaxshisi ma'muriyatga uchrang. Ma'muriyat xizmatingizga tayyor. Va ajoyib tong chog'ida qanday yordamimiz tegishi mumkin? Bir daqiqa. hozir tongmi yo kunmi? Hurmatli mijoz, shirkat oldida qarzdorsiz. Shuning uchun sizga yoqilg'i quyib bera olmaymiz. Menda buncha pul yo'q-da. Sizni hech kim majbur qilmagan, shartlarga o'zingiz rozilik bildirgansiz. Lekin shirkatimiz o'z mijozlariga yaxshi munosabatda bo'ladi. Shuning uchun mablag'ingiz bo'lmasa, qarzda farroshlik qilib o'tashingiz mumkin. Yo'q. Yana bitta yo'li ham bor, bu qamoq. Qamoqmi? Marhamat. Xush kelibsiz. Uskunalaringizni moylab oling. Marhamat. Keragi yo'q. Kuni bilan tarillasam ham hech bir ishga ulgurmayapman. Tez va sifatli deganding. Endi 2 soat navbat poylayapman. Biz bunga arzigulik ish qilamiz. G'idraklarga tezroq havo uringlar endi. Albatta. Tushunmadim, nima uchun mijozlarni kuttirib qo'ydinglar? Voyjon, shunchaki bir marta urinib ko'ring. Senga yo'q dedim-ku. Ro'q ikkimiz o'ylashimizcha siz Ko'ndirishga harakat qilma. Muammo bunday hal qilinmaydi. Yoshi ulug' donishmand velosipedga quloq sol. Yurtgich yaxshi ishlar ekan. Menda u ishlamaydi. Bunday yondashsangiz albatta ishlamaydi-da. Sizga hali uning qudratini ko'rsataman. Poyga maydoniga borib, g'olib bo'lib kelaman. Montanani ko'rmadingizmi? U havoning ifloslanganidan shikoyat qilayotgan edi. Endi esa g'oyib bo'ldi. Yo'q. Tushunarli.
g'ildiragim bilan sezyapman, biz yetib keldik. Voy, aniq keldik. Maxfiy so'zni ayting. To'g'risini aytsak, To'g'risini aytsak, yodimizdan ko'tarildi, lekin o'rniga latifa aytib berishimiz mumkin. Ha, sizlarni tanidim. Tezkor tepkilar yig'ilishiga xush kelibsizlar. Axir bu Gassini ustaxonasi-ku. Bunga ishonching komilmi? Yo'q, yanglishdinglar. Hozir bu korxona maxfiy jamiyat tomonidan boshqarilyapti. Men u haqida hech qanday ma'lumotga ega emasman. Tushundingizmi? Menimcha, sizlar ham ana bu yuritkich bizga hech qanday foyda keltirmasligini sezib turibsizlar. Ko'p miqdorda pul keltirishi aniq. Ko'plab ko'ngilsizliklarda ham. Vaziyat og'irlashdi. Yuritkich paydo bo'lishi bilan shahar aholisi jahldor bo'lib ketdi. Shahrimiz quyuq tuman bilan qoplandi. To'g'ri. Nafas olishning iloji yo'q. Dahshat. Bas qilinglar. Meni muammoga aralashtirmanglar. Dadam, bu yuritkich kelajagimizni gullatishiga juda ham ishonyapti. U biz Biz ko'rayotgan voqelikni ko'rmayapti. Hech bo'lmasdan shaharni qutqarishimiz lozim. Qarshilik ko'rsatamiz. Buning uchun hokimning ruxsati kerak. Shirilgan g'ildiraklar namoyishini o'tkazamiz. Bu so'zlaring yaxshi jaranglayapti-yu, lekin bu natija berishiga ishonmayman. Nima qilishni ham bila olmay qoldim. Ha, aynan shunday qilamiz. Shahar markaziga borib, o'z belgimizni qoldiramiz. Qoyilmaqom. Olg'a, otga chekinmanglar, epchil do'stlarim. Sen shundoq ham shahardagi eng tezkor velosipedsan. Yorug'lik tezligiga tenglashmoqchimisan deyman, a? Bilmayman, lekin yurtkichni shoshilmasdan sinovdan o'tkazishni istayapman. Tayyormisan, Pinyon? Tayyorman. Suratga olyapman. Qo'ying. Bunday tezlik uchun yangi kamera kerak bo'ladi. Ajoyib, Ben yaxshi qildik-a? Ha, yaxshi qildik-a. Endi fazodan qaralsa ham ko'rinadi. Voy. Romola va Remoga tegishli shaharni iflos qilyapsiz. Bu yuritkichga qarshi kurash. Yuritkichga qarshi kurash dedimi? Zo'r-ku. Balki yordamlasharmiz. Romola va Remo nomidan bu kurashni qonunga zid deb e'lon qilaman. Bu shahar ularga tegishli emas. O'rningda bo'lsam bu qadar ishonch bilan so'zlamasdim. Voy, qush kabi uchyapman. Men parvoz qilyapman. Voy! Yomon bo'ldi. Tuzukmisizlar, og'aynilar? Spidi shu yerda ekan. Endi nima ham qila olardingiz? Nima bo'ldi? Mana bu pachog'izlarni urib yubordi. Hurmat qilishni bilmaydi. Speedy Rock Verikson jamoasining a'zosi. Bu yerda tushunmovchilik bo'lganiga ishonchim komil. Bu aniq. Ha, shunday bo'ldi. Bo'ldi, ketishingiz mumkin. Boshqa ishlaringiz kutib qoldi. Qani bora qolinglar. Xo'p, Janob. Montana, seni yana ko'rib turganimda xursandman. Sening jozibador ko'zlaring, haligi benhoya. Bu gaplaringni boshqasiga ayt, Rock. Meni qutqarganing uchun rahmat. Shunday davom etaversa, umrining oxirigacha mendan qarzdor bo'lib o'tasan. Akacha, ba'zi velosipedlar barcha muammoni yuritkich keltirib chiqaryapti deb o'ylashyapti. Aslida esa muammo ularning o'zlarida. Muammo? O'zing bilasan, Speedy, seni hamma yoqtiradi. Bundan to'g'ri foydalanish kerak, do'stim. Foydalanish deysanmi? Kechirasan, Speedy, tajriba orttirish kerak demoqchi edim. Mayli, ko'rishguncha xayr. Ajoyib tomoshani o'tkazib yording.
Bo'lishi mumkin, lekin ularni kegli kabi ag'darib yuborganingni tasmaga muhrlab qo'ydim. Nima qilyapsizlar? Sardorni ketidan ergashyapmiz. Qanaqa Sardor? Bizga qarshilik ko'rsatish uchun Sardor kerak. Jasur, o'z fikriga ega va bizni himoya qila oladigan biri. Masalan, sen. Lekin men yurtkichni maqtashda Rokka yordam beryapman-ku. Qo'yil maqom. Bizni Sardorimiz dushmanning josusi. Yetar. Men hech qanday josus ham, Sardor ham emasman. Shunchaki poygachiga aylanishni istayotgan pochtachiman. Bu yangi yurtkichi esa poygada ishtirok etishim uchun yangi imkoniyat. Shunaqa degin, demak sen Spoksvillni tutundan aziyat chekayotgan ayyachining birdamda tashlab ketmoqchimisan, to'g'rimi? Poygang shunga arziydimi? Men buni nazarda tutmadim, Montana. Spidi, qarorni o'zing qabul qil. U holda men ustoz Channing yoniga borib kelaman. Yo'q, Montana. Ustozchan, Montanani aytishicha yurtkich zararli emish. Buam esa uni o'rnatishdan bosh tortyaptilar. Do'stlarim meni Sardor deb tayinlashmoqchi. Yurtkich bilan tog'dan tushayotganimda tormozim pan berib qoldi. Tushunarli. Tasavvur qil, sen tushkun holatdasan. Yuritkich seni quvontira oladimi? U senga xotirjamlik bag'ishlay oladimi? Seni qo'llab-quvvatlaydimi? Qo'ysangizchi, hech qanday yurtkich bunday sifatlarga ega emas. Shundaymi? U holda tasavvurimiz ahmoqona bo'libdi. Lekin men Rokka yurtkichni tavsiya qilishda yordam berishga va'da berganman. Sokinlik va ichki xotirjamlik. Bu masalani hal qilishga yordam beradimi? Yuragingning tubida sen javobni bilasan. Yin va yang yodingdami? Ha, angladim. Spidi, og'ayni. Bu ajoyib yurtkich borasida har xil mishmishlar yuribdi. Axir u senga ham yoqdi-ku, to'g'rimi? Kechirasan, Rok, tomog'im og'rib qoldi. Mayli. Qadrdon yurtdoshlar, avval ham aytganimdek, bu yurtkich yuqori tezlanishga ega. Voy, bir daqiqa. Ovozimga nima bo'ldi o'zi? Men xuddi multfilm qahramoni kabi gapiryapman. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Men Rokman, chempionman. Meni mag'lub etib bo'lmaydi. Men buyuk velosipedman. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Quvurlar markazida nosozlik yuzaga kelgan. Spoksvill xavf ostida. Nima? Mening shahrimga ziyon yetdimi? Yordamga oshiqishim lozim. Suv. Bu dahshatning o'zi. Quvurlar yorilayapti. Janob hokim, axir siz qayoqdagi mayda-chuyda muammolarni deb shunday katta loyihani barbod bo'lishga yo'l qo'ymaysiz-ku, to'g'rimi? Yodingizdan chiqmasin. Shaharning gullab yashnagan vaqti keldi. Tinchlik saqlanglar. Yoriq katta emas, u qisqa muddat ichida bartaraf etiladi. Xotirjam bo'linglar yurtdoshlar, bizning neftimiz zararsiz va ekologik jihatdan toza. Ishonavering. Bu yerdan suv quvurlarini o'tkazdik deb aldab, neft oqizishayotgan ekanda. Bu yerda suratga olishga kim ruxsat berdi? Penyon to'g'ri aytyapti. Bu noto'g'ri. Rok, bizdan nimani yashiryapsan? Neft qayerdan kelyapti? Hamma ish ishiga tarqalsin. O't o'chiruvchilar o'z vazifalarini bajarishiga xalal bermang. Tarqalinglar, bu yerda bajaradigan ishingiz yo'q. Hududni tark etinglar. Bu arzimas noxushlik edi. Bu devorlar orqasida nimalar bo'layotganini aniqlashimiz lozim. Roziman. U yerga tunda kiramiz. Bo'lmaydi. Kechki tomoshada Rokning yonida bo'lishim zarur. Spidi, sen dahosan. Rok va uning yordamchilarini tomoshada chalg'itib turasan. Bu yerdagi qorovulni esa o'zimiz amallaymiz. Ichkariga qanday kirasizlar? Seni yordaming bilan. Hammamiz sendan umidvormiz. Axir sardorimizsan-ku, Spidi. Demak, bizga reja kerak bo'ladi.
g'ildiraklar uchun eng yaxshi g'amxo'rlik qasida. Yuritgichli va yuritgichsiz velosipedlarga xizmat qilamiz. Sifatiga kafolat ham beramiz. Spidi, tomosha qil va chempiondan o'rnak ol. Bizni hayotdagi eng yaxshi do'stlaring deb hisobla. Xato qilishga haqqing yo'q. Hammasi reja bo'yicha ketishi lozim. Shu yerda kutinglar. Spidi, Montana kirish vaqtida qo'riqchi borligiga ishora qilyapti. Diqqat, hammangizni sovringa taklif qilamiz. G'oliblar chempion Rok tomonidan yuqori tezlanishli yuritgich bilan taqdirlanadi. Yuqori tezlanishli yuritgich dedimi? Sovg'a ekan. Safimizga qo'shiling, g'olibni aniqlaymiz. Ishtirok etishni istayman. Men ham sizlar bilan boraman. Ana xolos. Spidi. Montana boshqaruv markaziga kirish uchun Rokning g'ildirak izlari kerakligini bildirib ishora qilyapti. Endi esa Rok o'zining eng mashhur tomoshasini namoyish qiladi. Marhamat, olovli halqa. Mayli. Halqa. Albatta, mening shohona tomosham bu olovli halqadir. Bu qog'oz emas ekan-ku. G'ildirak izi qabul qilindi, kirishingiz mumkin. Yashasin! Voy bo, xuddi fazoviy kemaga o'xshaydi-ku. Yo'q. 100% toza va foydali neft. Barchaga buning dahshatli yolg'on ekanini aytishimiz zarur. Voy, kimlar kelibdi? Qiziquvchilar jamoasi va go'zal velosipedmi? Bechora sichqonlarni qopqonga tushirdik. Yo'limizdan qochinglar. Sizlar hech nimani tushunmaysizlar. Bu yer Romula va Remoning xususiy makoni. Sizlar esa bu yerga ruxsatsiz kirdinglar. Tezroq chiqish yo'liga o'tamiz. Bu yerda qolish juda xavfli. Nima bo'ldi? Yana quvur yorildimi?
xo'jayin, u yerda hamma narsa silkinib, portlash yuz berdi. Axir endi quvurlar noto'g'ri ishlab jinoyatimiz fosh bo'lib qoladi-ku. Keraksiz joyga burnini suquvchi jamoa yurtkichlarimizni to'yintiruvchi quvurlarga ziyon yetkazdi. Biz ularni endi Oliy sudga topshirib, Spokesville-ni qutqarishimiz zarur. Boshqa ilojimiz yo'q. Ha, aynan shunday qilamiz. Ular jazosini o'tash kerak. To'g'ri. Ha, hayot-mamot masalasi hal bo'lmoqda. Spidi, Montanani ko'rmadingmi? Nima uchun shoshib ketyapman-da? Ha, juda qiziqarli gapga o'xshaydi. Rok, men Barcha kirdikorlaringizni orqasida Montana turganini bilardim. Lekin portlash bu baxtsiz hodisa edi. ularning harakatlari dahshatli tus olyapti. Eng avvalo biz Spokesville-ni va aholini himoya qilishimiz zarur. Agar ularni bu yerga olib kelsang, ishontirib aytamanki, jazoni yengillashtiramiz. To'g'ri qaror qabul qil. Spidi, dadam bilan gaplashdingmi? Ha, u aytdiki, Shaharni xavfga solganinglar uchun hibsga olindinglar. Bu jinoyatchilarni topishda va qo'lga olishda yordam berganing uchun cheksiz tashakkur. Hokim janoblari xursand bo'ladigan bo'ldi. Spidi, bunga qanday qat'iy sig'di? U mening jamoadoshim sifatida yo'l tutdi. mening jamoam mening do'stlarimdan iborat. Oh, aytgancha, sizlarga atayin derazasi shaharga qaragan hibsxona tanladim. Romulu va Remo hukmronlik o'rnatishni tomosha qilib zavqlaninglar. Choy qoshiq yordamida yer osti yo'li qazisak-mikin? Kinoda shunaqa qilishganini ko'rganman. Qamoqdan qochamizmi? Mashhur bo'lib ketamiz. Balki xomush mashhurlarga aylanarmiz. Bu yaxshi-ku. Ajrarli. Spidi, taslim bo'lasan deb o'ylamasdim. Uzr, bir daqiqa vaqt ber. Hey, axir bu belgidan nusxa olish uslubi-ku. U Morze alifbosi deb nomlanadi. Gasi bilan muloqot qilyapsanmi? Yo'q. Meni ham qo'lga olishdi. Endi nima qilamiz? Tashvishlanmanglar. Hammasi nazorat ostida. Mukammal tarzda. Uchiraman.
uddaladinglar. Bravo! Rejamiz qanday, Spidi? G'ildiragingizni ichki pufagini chiqaringlar. Men hozir Oi, ai, oi. ular qayerga ketishdi? Bizchi? Uchayapman! Men uchayapman! Tormozlarni bosib turinglar. Bizni qutqarishingga ishongandim, Spidi. Lekin parvoz sayohatini xayolimga ham keltirmagan edim. Rahmat. Sendan xafaligim butunlay tarqagani yo'q. Voy! Qoyil, ram yaxshi. Sizsiz qo'limizdan hech narsa kelmasdi, ustozchan. Bu ajoyib fikr edi. U mutlaqo menga tegishli emas edi, Mittovoy Spidi. Buvajon, meni kechiring iltimos. Kechirim so'rashingga hojat yo'q, Spidi. Chan ikimiz senga bir voqeani so'zlab bermoqchimiz. Ko'p yillar avval pochtani tezroq yetkazib berish yo'llarini topishda uzoq izlanganman. So'ng do'stim Changa murojaat qilganman. Menga esa ixtirolarimni sinovdan o'tkazish uchun yosh va baquvvat velosiped kerak edi. Men ham sen kabi edim. Sodda va serg'ayrat. Chan ikkimiz hech kimni hayoliga kelmagan kashfiyotlarni o'zimizda sinab ko'rganmiz. Ularning deyarli hammasi muvaffaqiyatsiz chiqqan. Lekin bir kuni Shoshmang, o'sha yurtkichni janob Chan kashf qilganmi? u nuqsonsiz tuyulardi. Lekin ko'p vaqt o'tmay biz u keltirib chiqaruvchi asoratlar bilan yuzlashdik. Bir kuni bor kuchimni jamlab, undan yolg'iz foydalanib ko'rishga urindim. Shundan keyin Chan meni izlab topguniga qadar bir necha soat hushsiz yotdim. U ishni bir o'zim bajarmasligim kerak edi. Bu mening aybim yo'q, Chan. Bir umrga sening hayotingni o'zgartirdim. Shuning uchun harakatlanishga qiynalar ekansizda. Zang o'rni ham shu tufayli bechora buvajonim. Spidi, tepkilarimiz bizni qanday ekanimizni bildiradi. Hayotimiz harakatdan iborat. Ammo hozir barcha hamshaharlarimiz shu yuritgichga bog'lanib qolishdi. Bundan buyon pochtani o'zim tarqata olmaganim sababli o'zimga yosh va baquvvat o'rinbosar topdim. Rokmi? Ha, Spidi Rokni. U doim o'z ishiga mas'uliyat bilan yondoshgan. Afsusdaman. Men ham unga o'xshagan bo'lishim kerak edi. Spidi Rok chempion bo'lgach o'zligini yo'qotdi. Sen esa mehr muhabbat og'ushida yashay oladigan namunaviy velosipedsan. Sizni yaxshi ko'raman, buvajon. Yuritgichning chizmalarini yo'q qilishga urinardim-u, lekin uning kamchiligini topishga bo'lgan ishtiyoqim borgan sari ortib boraverar edi. Hammasini to'g'rilaganingizdan xursandman. Lekin Spokesville xavf ostida. Biz esa hamon qochoqlarmiz. Bu haqda bafurja suhbatlashamiz. Shoshmanglar, ustozchan, demak, yurtkichini qayta ko'rib chiqilgan nusxasi bor, shundaymi?
Ko'rib chiqilgan, lekin yakunlanmagan. Ajoyib. Qizim yana g'oyib bo'ldimi? Ha, endigina uni qamoqdan ozod qilmoqchi bo'lib turgandim. Afsuski uni o'g'irlab ketishdi. Bu uning do'stlari xavfli jamoaning ishi. Ularni topishimiz zarur. Shahar sotqinlar bilan to'la. Ular hali buning uchun javob berishadi. Bu quvurlar qayerda tugashini aniqlash lozim. Shunda aybsizligimizni ham isbotlaymiz. Shubhasiz, Montana. Go'zalligini Oho, janobcham to'g'ri aytgan ekan. Hammasini suratga ol. Bizga dalillar kerak, Pinyon. Spokesville aynan neft ta'sirida vayron bo'lyapti. Rok buning uchun hali javob beradi. Vaziyat jiddiy tus olayapti. Sizlar esa hamon qizimni topmadinglar. Meni izlashni hojati yo'q. Shundaymi, Rok? Montana, nihoyat kelding-a. Dada, hammasi nayrang ekan. Nayrang dedingmi? Tuhmat qilma. Ular o'rmondan neft qazib chiqarishar ekan. Atrofda barcha tirik mavjudotlar nobud bo'lyapti. Hammasi super kameramga muhrlandi. Mana shu 3 nusxa quvur markazidagi portlashni kelib chiqishiga sababchi bo'lgan. Shunaqami? Qo'ysa-chi, qay birimizga ishonasiz? Jinoyatchilargami yo bizgami? Qizim haqida bunday deyishga qanday qilding, Sig'da? Kameralar aldamaydi, to'g'rimi? Rok. Do'stlar, nega bunday qildinglar, a? Bosqichma-bosqich ortga chekinish usulini qo'llashni taklif qilaman. Nima? Qochdik! Endi esa kelajagimiz haqida qayg'uramiz. Ham shaharlar xatolik bo'libdi-da, axir eski qadrdonlarimiz-ku, shundaymi? Bunaqasi ketmaydi, Rok. Sen bu qing'irliklardan xabardor eding. Qanday qilib? Men hech biringizning fikringiz menga qiziq emas. Kelishuvga hamma o'z xohishi bilan imzo chekkan. Endi qarshimizda javobgarsizlar. Javobgarlik haqida so'z borganida. Muammomi? Kashfiyotimdan foydalanishga sizlarga izn berganimni eslay olmayman. Demak, ularning texnik majburiyatlari menga tegishli. Yaxshi, barcha texnik masalalarni bizning shirkatimizda hal qilishimiz mumkin. Mayda-chuyda kamchiliklar, moddiy muammolar degandek. Sizlarga pul bo'lsa bo'ldi. Tutundan zaharlanayotgan bir vaqtda aholini moddiy muammo qiziqtirarmidi? Posbon, tovlamachilik uchun qancha qamoq muddati beriladi? Shahar suv quvurlarida boshqa maqsadda foydalanilgani uchun ham muddat qo'shing. Xo'pmi? Yolg'on tavsiyalar tarqatishgani uchun ham atrof muhit ifloslanganligini ham inobatga oling. Yo, shoshmanglar. Agar birlashsak, hamma muammoni zamonaviy velosipedlar kabi hal qila olishimizga ishonaman. Poyga yordamida. Poygami? Shahar atrofida bir marta aylanasizlar. Rok bilan kim bellashadi? Topishga urinib ko'ray. Sizmi? Sizmi, boboy? Spokesville sha'nini men himoya qilaman.
G'olib yurtkichdan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Mag'lub esa shahardan butunlay quviladi. Hammasi yoki hech narsa. Roziman. Chan axir buning iloji yo'q-ku. Shahrimizni qutqarish uchun qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. Bo'lmasamchi, agar bu Spokesville saqlab qolsa, men bu poygaga albatta ruxsat beraman. Poyga! Nima bo'lganda ham men g'olib bo'laman. Sen bir umrga shaharning pochta tashuvchi xizmatchisi bo'lib qolasan. Menimcha hammasi tamom. Rock, Speedy sendan o'zib ketishiga birgina bo'lsa ham imkon bormi? Axir men Rockman. Birinchi raqamli chempionman-ku. Umuman olganda bizni janob Chan xavotirga solyapti. Hammasini osongina kashf qilibdi. Chan nima deyishning ahamiyati yo'q. Raqibimiz u emas, Speedy-ku. Men ishtirok etaman, sizlar esa marraga birinchi yetib kelishim uchun hamma imkoniyatlarni qo'llaysizlar. Demak, yana nayrang o'ylab topishimiz lozim. To'g'rimi? Biz albatta yutamiz. Bunga ishonaman. Nimalar qilyapsan? Axir quvvatimni qayergadir sarflashim kerak-ku. Ishsiz o'tiribmas. Bu quvvatni qayerga sarflashni men yaxshi bilaman. Kutilmagan sovg'a bo'ldi. Axir bu janob Romola-ku. Sizlarga topshirig'im bor. Maxfiy agentlar kabi harakatlanasizlar. Maxfiymi? Yaxshi jaranglayapti. Nima qilishimiz kerak? Ertaga Rock Speedy bilan poyga o'ynaydi. Sizlar esa kichkinagina halokat uyushtirib berasizlar. Halokatlarni yoqtiraman. Halokatga Rock uchrashi lozimmi? Yo'q, Speedy. ishora berganimda ana u Rockni Speedyga tashlaysizlar. Rockni itarishimiz kerakmi? Men Rockning bronzadan yasalgan haykali haqida gapirdim, tentak. Demak, Rockning ustiga bronzadan yasalgan tentak ag'darilishi kerak ekanda. Bu mening so'nggi kashfiyotim. Voy! İflos ham qilmaydi, yoqilg'i ham talab etilmaydi. Sof quvvat, elektr yuritgich. Uning ko'rinishi qanday? Aytib ber, ukajon. Xuddi yoqilg'i qo'yiladiganga o'xshaydi, faqat chiroyliroq. U qanday ishlaydi? Ishlamaydi, bu shunchaki nusxa. Aytgan edim-ku, u yakunlanmagan. Sizlarning yordamingiz bilan u albatta ishlaydi, albatta. So'ng sen Rockdan o'zib ketasan. Shu kungacha bo'lgan musobaqalarda Rock g'olib bo'lgan ekan. Men esa shunchaki poygachining nusxasiman. Yurtkichim ham oddiy nusxa. Qalaysan, Speedy? Yaxshiman. Bundan battari bo'lmaydi. Kechirasan, ishlar qanday ketyapti? Janob Chan o'z ishini deyarli tugatdi. Bilasanmi, Speedy, sen doim to'g'ri yo'lda bo'lgansan. Chindan ham sevimli shahringda har kun sayr qilishga nima yetsin? Ha, Spokesville mening kichik dunyoyim. Ha, ishonavering. Barchamiz seni kutamiz. Pochta tarqatayotganingda go'yo shahar va sen bir butundek bo'lib ketasan. Ona shahrimni hech kimga oyoq osti qildirib qo'ymayman. Hatto Rockka ham.
Mana ko'rasiz, men g'olib bo'laman va bu muammolarga nuqta qo'yamiz. Hali ko'rasan, hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Yangi asr poygasiga xush kelibsizlar. Sizlar bilan sevimli sharhlovchingiz Pinyon. oxirgi burilishda Spidini markazdan ketayotganiga amin bo'l. O'sha yerda uni pachog'ini chiqaramiz. Tashvishlanmanglar. U mendan ancha ortda chang yutayotgan bo'ladi. Yodingda tursin, sen va shahar bir butun. Suvdan ehtiyot bo'l. Suv yuritgichni eng katta kushandasi. Mana ishtirokchilar start chizig'iga kelishdi. Ularni qo'llab-quvvatlab turinglar. Posbon, bu siz uchun maxsus jo'natma. Masxarabos. Bular meni omadli tumorlarim. Pochtachi velosiped mashhur velosipedga qarshi kurashyaptimi? Demak, poygachi janoblar, startga turing. Diqqat qiling, olg'a. O'zingni ko'rsat, Spidi! Ochdimiz Spidi. Bu senga asqotadi. Omadsiz. Spidi! Hammamiz ko'rib turganimizdek, bu aslo mardning ishi bo'lmadi. Tinchlan, Spidi. Ichki xotirjamlik. Ehtiyot bo'l! Bu shubhasiz yangi asr poygasi bo'ladi. Endi ular eng yuqori tezlanishda yonma-yon harakatlanib borishmoqda.
tezligi pasaygan ko'rinadi. Uning g'ildiraklari teshilibdi. Shoshmanglar. Gaysi o'z jamoasi bilan yordamga yetib keldi. U poygani davom ettiryapti. Aytgancha u meni do'stim. Olg'a Spidi. Xotirjamlik. Nitro kuchlanish. Buni kim hisoblagan edi? Kim? Toshbaqa. Buni qaranglar-a. Rock bu poygani pit-stopsiz yakunlamoqchi. Qoyil maqom. Orqaga harakatlangan holda g'olib bo'lmagan edim. Xotirjamlik. Spidining elektr yuritgichi buzilib qoldi, lekin u poygani tark etmadi. To'xtama Spidi, barakalla. U ortga chekinmaydi. Olg'a do'stim Spidi. Olg'a! Juda toliqibsan, biroz nafas rostlamaysanmi, Spidi? Pochta tarqatuvchi velosiped. O'zing ham, tepking ham bir chaqaga qimmat.
Shuning uchun manzilga doim kechikib borasan. Xotirjamlik, sokinlik, tinchlik. Qani, o't olsang-chi, temir bo'laga. Oy. Endi kim g'olib bo'lishini tekkilar hal qiladi. Sekinlashma, Spidi! To'xtamas! Spidi! Tezroq! G'alaba Spidi tomonda! Yashasın! Aferin! Yo'q! Mana shunaqa. Endi Rock birinchi raqamli poygachi emas, bizning yangi chempionimiz Spidi! Bunga ishonmagan bo'lishingiz Men buni tabiiy. ko'tara olmayman. Biror chora ko'ringlar. Men finish chizig'i haqida qayg'urdim. Maslahating uchun rahmat. Yo'q. Voy. Yo'q. Sen homiysiz qolding. Faoliyatingga ham nuqta qo'yildi. Shahardan chiqib ket. Axir men Rockman. Birinchi raqamli chempionman-ku. Spidi qizalog'imni qutqaribgina qolmay, poygada ham chinakam g'olib bo'ldi. Chinakam? Uning yurtkichi u haqida menga hech narsa aytishmagan edi. Yo'q, qayta poyga uyushtiringlar. Endi hammasi haqqoniy bo'lsin, iltimos. Posbon atrof muhitni ifloslantirganliklari va o'zganing mulkini o'zlashtirishga uringanliklari uchun ularni hibsga oling. Ofarin Spidi, barcha hamshaharlar nomidan seni tabriklayman va shahar kalitini faxr ila senga topshiraman. Barakalla! Yashavor! Tashakkur janob hokim. Sen unga to'laqonli haqlisan. Spokesville'da birinchi raqamli bo'lish qanday ekan? Men farqni sezmayapman, Montana. Juda kamtarsan-da, do'stginam Spidi. Ajoyib manzara. To'g'rimi, Rock? Oyijon! Oyijon! Ofarin Spidi. Salom Spidi. Salom. Yashavor. Yasha chempion. Voy, Den, bo'yimiz balandlashgandek bo'ldimi? Nima bo'ldi? Xizmatlar bepul.
yaratgan yuritgich shaharchamiz hayotini butkul o'zgartirib yubordi. Spidi haqiqiy poygachiga aylandi. Men esa uning muxbiriga. Bunisi esa mutlaqo boshqa voqea. Birinchi raqamli poygachi Spidi.